Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Hammanglarga alangalik salom. Keyingi mana xudo xolasa bugungi bozorimizda yana bitta chiroyligina video qilamiz. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, komment bosib turinglar inshaalloh. Biza Navoiy shahar Parranda bozoridan videolarni boshlaymiz xudo xolasa. Bismillah. Mana jo'jalarimizdan boshladik. Assalomu alaykum. Qalaysan ukajon, sog'liging yaxshimi? Nech pul jo'jalaring? 20 dan makam bu. Ha? 20 dan makam bu. 20 mingdan aka mana jo'jalarimiz xudo xolasa. Nima jo'ja bular? Braman. Ha? Braman. Brahman jo'jalari 20 ming so'm aka mana. Ham malades. Sekin-sekin videolarni boshlaymiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Quyonchalar nech pul? Aka, bir obzor uchun bitta video qilamizda aka. 40 mingdan ha? Quyonlar. Ana quyonlarni tushunadiganlar bo'lsa, ana quyonlarni 40 ming so'm ekan. 2 oylik bormi bular? Ha, 2 oylik ha? Zo'r ekan quyonchalar. 40 ming so'mdan ekan. Ana ko'kalar. O'rdakmi bular? Yo'q, g'ozmi? O'rdak bular g'oz. Bilaman. O'rdakchalarimiz. Bu yoqda g'ozchalarimiz bor ekan. Nech pul ekan bu g'ozlarning? G'ozlar nech pul? G'ozlar. 75 ming aka, kelishtiradi. Mana 75 mingdan g'ozlar bor ekan. Bozorga chiqdi. Mana o'rdakchalar. O'rdakchalar nech pul? 15 dan. Bular 15 dan ekan mana. Bedanalarimiz ham bor ekan. Bedanalar nech pul ukajon? 10 ming, 15 ming bedanalar. Tayyor bedanalar bular. Tushasi bedana, tushasi. Nech kunlik bular? 25 kun. 25 kunlik ekan mana. Telefon nomeringni aytib ket ukajon. 855 Mana kelayapsiz. Necha dedingiz? 91 91lik 855 855 0270. Ismingiz? Yoqub degan yigitimiz mana nomerlarini aytib o'tdik. Kerak bo'lsa uyda ham borda, ha, bemalol. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Mana qora jo'jalar bular. Boyagi Andijon qora jo'ja deydi, o'shanga o'xshaganmi? Ha, bu Andijon qora tovuq. Ha, xuddi o'zi, ha, Andijon qora tovuqlari. Bular necha pul bular jo'jalar? 15 ming so'mdan kelishtiradi. 15 ming so'mdan aytib o'tilgan nomerga telefon qilaverasizlar. Tushib qochib ketdi mana bitta jo'jachamiz. Qayt. Mana bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Mana pachka. Bu brollermi deyman, ha bular? Senji. Ilonsoyda jo'jalar. Samarqand Ilonsoy. Necha pul bu jo'jalar? Bunaqa jo'ja ismi? 9 ming. Men tavsiyangiz bitta bonusga beraman. Mana. Bu nima yo'nalish bo'yicha tovuqlar? Tuxum bo'yichami yo'q go'sht yo'nalishi bo'yichami? Go'sht yo'nalishi bo'yicha. Necha pul bilan narxlari? 9 ming. Men taga bitta qo'shib beraman. 10 ta olsanglar bitta qo'shib berar ekanlar. Senji. Sen deydigan tovuq ekan. Ulomman birovni tavaqlar. Navoiydanmisiz o'zingiz? Nomeringizni aytib keting, nomeringizni. Telefon qilishadi. Nomer 90lik 739 66 61. Ismingiz? Dilbarapa. Mana Dilbar akaga bemalol go'sht yo'nalishi bo'yicha ekan bular. Murojaat qilaverasiz. Necha kunlik bular? Hozirgi kunga 9 ming. Bir oydan oshdi. Bir oydan oshdi. Quyonlarimiz bor ekan. Privilegiyalar qilingan. Trivishkalari ham bo'lgan ekan. Mana quyonlar. Velikanmi bular? Flandermi? Flander ekan. Quloqlari ham katta-katta ekan. Nech pul bu flanderlar? 100 mingdan ekan. Mana kimga qiziq bo'lsa. Flanderlar. Mana yaponchalarimiz. Tovuqlar nech pul tovuqlar? Tovuqlar 70 mingdan 50 mingdan. 70 mingdan 50 minggacha mana tovuqlar bozorga tushibdi. Bular bo'lishni qancha bo'ladi? Ha? 25 ta oldim.
70 lira. Mana. Olchamiz o'tirishiga qarang. 45 mingdan oldim deydimi? Uydan ham savdo qilaverasiz, ha? Mana bir paytlari kimgadir qovuq kerak bo'lib qoladi, qidirib qolishadi. Bemalol murojaat qilaverasiz. Nomeringizni aytib ketasizmi? 93lik 292 70 68. Bemalol mana murojaat qilaverasiz. Petka aka deb murojaat qilaverasiz. Ha, Petka aka aytdi bu, aytdingiz. Ha, to'g'ri. Petka aka deb murojaat qilaverasizlar. U kimlarga kerak bo'lib qolsa, to'satdan tovuq kerak bo'lib qoladi, quyon kerak bo'lib qoladi, so'yishlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana quyonlar. Bu quyonlar necha puldan? 100 mingdan quyonlar. Mana Flandr. Bular ham Flandr ekan. 100 mingdan Flandr. Oqlab yil ekan, ha? Bular 50 mingdan ekan. Hammasi sog'lom tetikkina mana. Murojaat qilaverasizlar. Rahmat. Quyonlar rosa tushibdi bugun bozorga mana. Assalomu alaykum. Nechi pul quyonlar? 80 ming. 80 ming. Bilikanmi bular? Yo oddiysimi? Pelikan, mana bilmas lekin. Jadar ham emas, pelikan ham. Mana Aralashganda mana bundan ekanda, gibridlardan ekanda. Mana bunaqa quyonlarimiz ekan bu. Gibrid ekanda. Nechi pul quyonlar? Quyonlar nechi pul? 80 ming. Bollari nechi pul bollari? 45 ming. 45 mingdan ekan mana. Hammasi bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Mana akalar, g'ozlarni qaranglar. Nechi pul? G'oz. 100 mingdan. Bular katta tayyor ekan, ha bular. Rossiyskiy. Уже tuxumga kirishga tayyor, ha? Ha, tayyor. 100 ming so'mdan. 100 mingdan. O'xshamasa, arzon olib berar ekanlar. Nomeringizni aytib keting, telefon qiladi, qiziqqanlar, nobodasi. 40 mingdan beramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. Ha. 99lik 202 1965. Mana bemalol kimga kerak bo'lib qolsa, bozorga tushmaganlar bo'lsa, telefon qilib so'rab olaverasiz. Ismingiz nima? Hadicha opaga murojaat qilaverasiz. O'xshamasa, arzonroq ham qilib berishaveradi. Qani bundan. Qani olaylik, qani. Ha, endi o'tkalar bor ekan. Endi o'tkalar nechi pul ekan endi o'tkalar? O'tkalar 110 mingdan 100 dan beramiz. 110 ming 100 dan qilib berasiz. O, bizni do'stimiz ham bozorga chiqdi. YouTube'gami? YouTube'ga. Bo'lsin. Endi o'tka jo'jalari bor. 22 mingdan, 20 dan qilib beramiz. Mana 20 mingdan. Ko'proq olsa yana kelishtirib beradi. Ukamizni bilamiz. Chiroyli narxlarda qilib beradi. Nomeringni aytib ket, nobodasi. 95lik 95lik 774 774 51 21. 51 21. Quyon bor, Flandr. Mana aka, quyon so'ruv deydi. Flandr, mana toza Flandr. Живой вес 5 kilo 200. 5 kilo 200 живой вес. Narxi 500 ming so'm. 500 ming Flandr. Moda. Maşallah. Moda edi. Jadar quyonlarimiz 130 dan. Bir oydan berasizlar, sentyabrdan ishlashni boshlayveradi, xudo xolasa. Kunda issig'ida ishladi bo'lmaydi ularni. Mana. O'zimda ham bor quyonlar, hozir hammasi damda. Rahmat. Qaysi YouTube'ga nima deb yozilgan? Aytaman. Mana. G'ozam bor ekan. Kurka ham bor ekan. Bu g'alati ekan, men sochi bormi yo tulaganmi bu? Bilganlar bir kommentariyada yozib ketinglar, bu o'zi shunaqa bo'ladimi? Tulagan. Nech pul ekan bular? Indiklar 150 ekan. Ay maşallah. Hamma joy jo'ja.
G'ozlar nechi pul g'ozlar? Ular qo'zaman. O'rdak ekan bular, ha. Nechi pul o'rdaklar? Urdaklar 60 mingdan. 60 mingdan o'rdaklar. Adashib ham ketdik. G'oz o'rdak deb bozorda syomka qilaverib. 200 ming, 150. Pasla ko'ring. Nechi pul ekan bular, ukajon? Mana 100 ming, mana 90 ming, mana 80 ming. Yo'q, gap yo'q. Hammada juda. Odam ko'p bozorda bugun. Naushligimiz esimizdan chiqib qolibdi. Endi video agar shovqin bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Assalomu alaykum. Nechi pul tovuqlar nechi pul? Qaysi? Mana tovuqlar narxlarini aytib qo'ying. Qancha? 120. Mana 120 mingdan ekan. Sisarkalar chiqdi yana. Sisarkalarimiz nechi pul sisarkalarimiz? 180 ming tani bor. Mana sisarkalar. 180 ming ekan. Mana sisarkalar. Indiklar chiqdi. Bular narxini aytib keting. Ular 150 mingdan ekan. Mana sisarka so'rab yuruvdinglar. 70 ming. Mana. Opa nomeringizni aytib keting, sisarka qiziqqanlar bor edi. Nomeringizni aytib keting. 99lik 585 585 57 02 ismingiz? Madina. Madina opaga murojaat qilasizlar mana. Sisarka so'ragan edinglar. Mana sisarka. Zo'r ekan, hammasi tetiklar ekan. Oho, mana bu jo'jalarimiz. Bozor bugun zo'r ekan, bozor bugun zo'r chiqqan, xudo xolasa. Mana shuncha. O'zi ham. Nechi pul ekan tovuqlar akajon? Qaysi biri? Aytib ketavering aka. Mana bu Mana 150. mana bramalar 150 mingdan ekan. Zo'r ekan, tetikkina ekan, hammasi qora bramalar bor ekan mana. Nomerni aytib keting akajon. 99lik 193 1885. Ismingiz? Alisher. Ha, esimda qolibdi ekan Alisher aka. O'tgan safar ham video qiluvdik. Mana bular telefon topib bermadingiz. Bularga sizga telefon qilgan, siz ko'tarmagansiz. Mana aka-ukalar uxayla so'raganlar. O'tgan safargi videomizda nomerlarini beruvdik Alisher akani. Tuxumini so'ragan edinglar. Mana tuxumi yana. Ana shu nomerga telefon qilaveradi Alisher akaga. Alisher aka ham xafa bo'ldi mana. Klient topib bermadinglar. Inda o'tkalar narxi nechi pul? Inda o'tkalar Alisher aka 100 mingdan. Alisher akaga murojaat qilinglar akalar. Alisher aka salomat bo'lasiz. Odamlar murojaat qiladi, xudo xolasa. Mana sizlarga inda o'tkalarni har xili chiqdi bozorga. Inda o'tkalar, g'ozilar. Mana Inda o'tkalaringiz nechi pul akajon? Inda o'tkalar. Aytib ketavering narxini. Ayollari 120 ming, erkaklari 200 dan 250 gacha. Ha, ayollari 120 ming, erkaklari 200 dan 250 gacha. Har xil bor ekan mana. Akada sirob ekan. Nomeringizni aytib keting aka. Odamlar murojaat qiladi. Bozor 93lik 730 730 0264. 0264. O'tgan safar ko'pchilikda akalar shu yerda videoni to'xtatamiz, ikkinchi qismini olamiz keyin akalar. Ismingiz nima edi aka? Akmal. Akmal akaga telefon qilaverasizlar.